Assalomu alaykum hammaga. Demak, 9-sinf matematika imtihoni biletlarini yechimlarini qilishni davom ettiramiz. Bugun 6-bo'lim. Demak, 6-bo'limda biz tengsizliklar va tengsizliklarni sistemasini yechimlarini qilishga harakat qilamiz. Xo'p, demak, tengsizliklarni tenglamalardan farqli joyi tenglamalarda aniq bir son yoki aniq bir sonlar tenglamani yechimi bo'lar edi. Ana endi tengsizliklarda yoki tengsizlik sistemalarini yechimi sifatida biz aniq bir sonni emas, balki qandaydir oraliqni yechim qilib olishimiz kerak bo'ladi. Va yana o'zgaradigan joyi, demak, tenglamada teng belgisini o'rnida bugungi mavzuda, demak, katta kichkina, katta yoki teng, kichik yoki teng ishoralariga almashadi barobar belgisi. Xo'p, yaxshi, demak, boshlaymiz. Birinchi misolimizda tenglama sistemasini yeching deyilgan. Yaxshi, sistemani yechishga harakat qilamiz. Tengsizliklar sistemasi o'zi qanday yechiladi? Har bitta tengsizlikni alohida yechim qilib, uni yechimlarini birlashtirib, sistemani yechimini olib ketaveramiz. Demak, birinchi tengsizligimizdan noma'lumlarni bir tomonga, ma'lumlarni ikkinchi tomonga o'tkazadigan bo'lsak, 2x minus x minus 8 plus 2. Bundan nima kelib chiqadi? Xo'sh, 2 x dan bittasi ketsa x katta yoki teng, bu yerda minus 6. Xo'sh, ikkinchi tengsizligimizni hal qiladigan bo'lsak, 2x va 5 ni o'rnini almashtiramiz. 7 plus 5 kichkina 2x. Bundan nima kelib chiqadi? Xo'p, 12 kichkina 2x dan bundan xulosa 6 dan katta x. Xo'p, demak, yechimlarini topdik. Ana endi bu yechimlarni birlashtiramiz. Ya'ni minus 6 dan katta bo'lsin. Xo'sh, 6 dan ham katta bo'lsin. Demak, bu holatda yechim sifatida biz 6 dan cheksizgacha deyilgan qismini yechim qilib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, javob 6 dan cheksizgacha. Keyingi tengsizligimiz, demak, ko'paytma 0 dan kichkina bo'lishi kerak. Bu holatda har bitta qavsni 0 ga aylantiruvchilarni son o'qiga teramiz. Ya'ni birinchi qavsni 0 ga aylantiruvchisi 3 ga teng, ikkinchi qavsni 0 ga aylantiruvchisi minus 1. Va oraliqlar usulidan foydalanib bu tengsizlikni hal qilamiz. Demak, 3 dan katta son berilganda tengsizlik ishorasi musbat, minus 1 va 3 orasidan son berilsa, masalan 0 beriladigan bo'lsa manfiy, bu tomoni musbat. 0 dan kichkina bo'lganligi uchun javob sifatida minus 1 dan 3 gacha degan javobni belgilashimiz kerak bo'ladi. Uchinchi tengsizligimiz qo'sh tengsizlik. Har ikkala tomonidan 3 ni ayirib yuborsak, bu tomonda minus 4, minus 2x, xo'p 2. Ana endi tengsizlikni har uchalasini minus 2 ga bo'lib yuborsak, tengsizlik ishorasi o'zgaradi. 2 dan kichkina yoki teng x katta 1 dan. Xo'p, endi javob qanday bo'ladi? Javob 1 dan 2 gacha deb javob beramiz. 2 dan kichkina bo'lsin, 1 dan katta bo'lsin. 2 ga teng bo'lishi ham mumkin. Keyingi tengsizligimiz 4-chisida ana endi ko'paytuvchiga ajratib olamiz. X ni qavsdan tashqariga chiqarsak x plus 10 katta yoki teng 0 dan. 0 ga aylantiruvchilarni son o'qida teramiz. Ya'ni 0 va minus 10
-10 va 0. Oralıqlar usulidan 0 dan katta son berilsa musbat, -10 va 0 orasida son berilsa manfiy, -10 dan kichkina son berilsa musbat. 0 dan katta bo'lsin deyilgan qiymatlar biz uchun javob bo'ladi. Javob demak minus cheksizdan -10 gacha va 0 dan cheksizgacha. Noqat'iy tengsizlik ishorasi bo'lganligi uchun mana bu yerda qavslarni to'rtburchak qilib olib ketmoqman. Ya'ni mana bunday noqat'iy tengsizlik berilgan bo'lsa, qavslar to'rtburchak bo'ladi. Shuni eslab qoling. Xo'p, 5-chi tengsizligimizda ana endi x ni bu tomonga olib o'taman, 5 ni bu tomonga olib o'taman. Natijada xo'sh 3x minus x katta yoki teng -15 plus 5. Ikkinchi tengsizligimizdan 2x ni bu tomonga, -1 ni esa bu tomonga olib o'taman. Bunda 1 plus 1 katta 2x. Ana endi tengsizlikni hal qilib olishimiz kerak. 3 ta x dan bitta x ketsa 2x katta yoki teng -10 dan. Har ikkala tomonni 2 ga bo'lib yuborsak, x katta yoki teng -5 dan. Ikkinchi tengsizligimizda 2 katta 2x 2 ga bo'lib yuborsak, x kichkina 1 dan degan natija kelib chiqib qoladi. Ana endi son o'qida buni tasvirlasak, -5 dan katta bo'lsin, 1 dan kichkina bo'lsin. Javob sifatida -5 dan hop to'rtburchak qavs 1 gacha. Demak, javob mana shu tartibda bo'ladi. Keyingisida 6-chi tengsizligimiz, demak, oraliqlar usulidan foydalanamiz. 0 ga aylantiruvchilari -2 va 3. 3 dan katta son berib hisoblansa musbat, manfiy, musbat. 0 dan katta bo'lgani, demak, ikkita cheti, ya'ni musbat tomonlar. Demak, javob sifatida minus cheksizdan -2 gacha va 3 dan cheksizgacha deb javob beramiz 6-chi tengsizligimizga. 7-chi tengsizligimiz qo'sh tengsizlik. Har ikkala tomondan, har uchalasidan to'rni ayirib yuborsak, -6 kichkina -3x kichkina 12 dan. Endi har uchalasini -3 ga bo'lib yuborsak, ishoralar o'zgaradi. 2 kichkina x katta, demak 4 dan. Xo'p, -4 dan, chunki -3 ga bo'ldik. Javob nima bo'ladi? Xo'p, demak -4 dan 2 gacha. Noqat'iy tengsizlik ishorasida to'rtburchak qavsni oldim. Qat'iy tengsizlik ishorasida oddiy qavsdan foydalandim. Javobni yozishda. Keyingi 8-misolimiz a kvadrat minus b kvadrat formuladan buni ikkitaga ajratib olsak, x minus 5 x plus 5 kichkina 0 dan. 0 ga aylantiruvchilari, demak, -5 u 5. Xo'p, 6 ni beradigan bo'lsak musbat, manfiy musbat bo'ladi. 0 dan kichkinasi, demak, javob -5 dan 5 gacha. Xo'sh, yaxshi. Keyingisida x ni bu tomonga olib o'tamiz, 4 ni ikkinchi tomonga. Natijada 2x minus x katta yoki teng -10 plus 4. Ikkinchi tengsizlikda -4x va -7 ni o'rnini almashtirsak, 1 plus 7 kichkina 4x dan. Xo'sh, birinchi tengsizligimizda x katta yoki teng -6 dan. Xo'sh, mana bu yerda 8 kichkina 4x dan 4 ga bo'lib yuborsak, x katta 2 dan degan natija kelib chiqib qoladi. Xo'p, yaxshi. Ana endi buni son o'qiga teradigan bo'lsak, -6 dan katta bo'lsin,
2 dan ham katta bo'lsin. Demak, javob sifatida 2 dan cheksizgacha deb javob beramiz. 10-tengsizligimizda oraliqlar usulidan foydalanamiz. Nolga aylantiruvchilari, demak, -4 va 3. 4 beradigan bo'lsak musbat, manfiy, musbat. Bizga 0 dan kichkinasi kerak. Demak, minusligini olamiz. -4 dan 3 gacha. 11-tengsizligimiz har uchalasidan 7 ni ayirib yuboramiz. -10. Bu yerda -2x. 13 dan 7 ketsa, demak 6. Har uchalasini -2 ga bo'lib yuboramiz. X ishora o'zgaradi. Bu yerda -3, bu yerda +5. Demak, javob sifatida -3 dan 5 gacha. 12-tengsizligimizda ko'paytuvchiga ajratib olamiz. X -4 kichkina yoki teng 0. 0 ga aylantiruvchilari 0 va 4. 4 dan katta son bo'lsa plus, minus, plus bo'ladi. Xo'sh, 0 dan kichkina qismi, demak 0 dan 4 gacha deb javob beramiz. 13-tengsizligimizda demak 3 ni bu tomonga, x ni narigi tomonga olib o'tsam, 3x minus x katta -11 plus 3. 2x minus 2x va minus 7 ni o'rnini almashtirsak, plus 7 2x. Yuqorida 2x katta yoki teng. Xo'sh, -8 dan 2 ga bo'lib yuborsak, x katta yoki teng -4 dan. Mana bu yerda 12 katta 2x dan, x kichkina 6 dan. Xo'p, son o'qiga teramiz. -4 dan demak katta bo'lsin yoki teng bo'lsin, 6 dan kichkina. Demak, mana buni yechim qilib olishimiz kerak. Demak, 13-misolimizga javob sifatida -4 dan 6 gacha. Xo'sh, 14-misolimizda demak 0 ga aylantiruvchilarni son o'qiga teramiz. Xo'p, -4 6. 6 dan katta son berilsa musbat, manfiy, musbat bo'ladi. 0 dan kattasi so'ralganligi uchun minus cheksizdan -4 gacha. Xo'p, bu yerda noqat'iy tengsizlik ishorasi bo'lganligi uchun to'rtburchak qavs. 6 dan cheksizgacha. 15-sida 1 ni ayirib yuboramiz. -6, -3, 15. -3 ga bo'lib yuborsak, bu yerda 2 ishora o'zgaradi. Xo'p, -5. Son o'qida, son o'qi shart emas bu yerda. -5 dan katta bo'lsin, 2 dan kichkina yoki 2 gacha. Demak, javob sifatida mana shuni olib ketamiz. 16-sida qisqa ko'paytirish formulasi o'sha a kvadrat minus b kvadrat formuladan ikkitaga ajratib olsak, x minus 7, x plus 7 katta 0 dan. Demak, 0 ga aylantiruvchilar -7 va 7. 7 dan katta son berilsa musbat, manfiy, musbat. Xo'sh, 0 dan katta bo'lganligi uchun minus cheksizdan -7 gacha va 7 dan cheksizgacha deb javob beramiz 16-misolga. Demak, mana 6-bo'limni ham yakunladik. Tengsizliklar sistemasi, tengsizliklar, qo'sh tengsizliklar. Demak, bularni ham o'rganib qo'yasiz. Albatta, bu misollar ham imtihonda tushadi. Xo'p, yaxshi. Demak, xayrli, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.